Havo harorati 1 gradusni tashkil qilgan bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich deyarli 2 barobar oshgan. Davlat dasturi qabul qilindi. Konseptual ravishda nima o'zgaradi va nima o'zgaryapti? Ikkita usul, yo jazolash kerak yoki tarbiya berish kerak. Har yilgi davlat dasturlaridan farqi jamoatchilik atrof muhitni asrashga jalb qilinadi va ushbu jarayon rag'batlantiriladi. Daladan yetishtirilgan oziq-ovqatni salkam 50% isrof bo'ladi. O'zi Orol masalasi bugun nima bo'lyapti? Uni qayta tiklanishiga qandaydir bir umid bormi? Bitta jumrak ochib qolsa, qancha suv yo'qotamiz. Bugungi kunda oldingida suv resursiga ega emasmiz endi. Sovet davrida barpo qilingan, ularni foydali ish koeffitsiyentini oshirish maqsad qilib olingan. Bu statistikada deb o'ylaymiz. Lekin Xudo ko'rsatmasin, oilamizda bironta yaqinimiz agar kasallikka duchor bo'lsa, biz doimo buni fojia deb qabul qilamiz. Meni fikrimcha, mana shu yerda daxldorlik hissi bo'lishi kerak har bir insonda. Kanserogen moddalarni tashlaydigan sanoat korxonalari qo'zi qoringida ko'payapti. Mana shunday korxonalarni chiqarish masalasi qo'yilgan bugungi kunda. Insonning har qanday faoliyati atrof muhitga ta'sir ko'rsatadi. U xoh ijobiy bo'lsin, xoh salbiy bo'lsin. Qog'ozimiz amalda deymiz. Borig'i 2 million gektar yerda dehqonchilik qilamiz. Bostirma sug'orishdan butunlay voz kechish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Har bitta ekilgan ko'chat uchun mas'ul biriktiriladi va uni sug'orish tizimi tashkil qilingandan keyingina u ko'chat ekilgan hisoblanadi. Cho'llanish, yer degradatsiyasi, suv tanqisligi, yer resurslarining qisqarib borishi, atrof muhit ifloslanishi, chang bo'ronlar kabi global ekologik fojialar ekspertlarning fikricha bizning mintaqamizga ta'siri sezilarli bo'lishi mumkin. O'zbekiston ana shu muammolarga yechim topishga tayyormi? Bu ishlar qanday amalga oshiriladi? Iqlim o'zgarishiga qarshi qanday kurashamiz? Ekologiyani qanday saqlab qolamiz? Farzandlarimizga sayyorani o'zimizdan keyin qay holatda qoldiramiz? Ana shu savollarga biz yangi dasturimiz Yashil suhbat podkasti orqali javob izlaymiz va bugungi mehmonlarimiz ekspertlar Islom Xushvaqtov va Shamsiddin Qurbonovlar. Islom Xushvaqtov O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Davlat ekologik ekspertizasi markazi davlat muassasasi bosh direktori maslahatchisi. Shamsiddin Qurbonov strategik rejalashtirish, metodologiya va tarkibiy bo'linmalar faoliyatini muvofiqlashtirish yig'ma axborot tahlil boshqarmasi boshlig'i. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Mana bugun biz podkastimizni birinchi sonini boshlayapmiz va xayrli bo'lsin deya suhbatimizni boshlaymiz. Birinchi savolim, O'zbekiston ekologiyasi oldida qanday muammolar bor? Nega umumiy savoldan boshladim? Chunki dastlab keling birinchi o'sha mavjud tahdidlarni muhokama qilamiz va undan so'ng unga bog'liq bo'lgan yechimlarni birma-bir muhokama qilamiz. Marhamat. Muammolarni ko'rib sanab chiqadigan bo'lsak, albatta O'zbekiston bugungi mana shu global rivojlanish davrida, ya'ni iqlim tabiiy ravishda o'zgarishlarni nazarda tutadi hamda global rivojlanish esa sanoatining bugungi kunda industriya darajasiga chiqilishi tabiiy ravishda mana atrof muhitga o'zini ta'sir ko'rsatadi. Yoki aholi sonining keskin oshishi ham albatta mana shu bugun nafaqat mamlakatimiz, balki shu mintaqaga ifloslanish darajasiga ham o'zini salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bugun O'zbekiston yangi ekologik muammolarni demak oldiga ko'ndalang qo'yib qo'yapti. Bu avvalambor iqlim o'zgarishlari bilan yuqorida aytganimizdek, mana kuni kecha 2 kundan beri davom etadigan mana shu chang bo'ronlari yaqqol misol. Bu demak iqlimning keskin o'zgarishi, ya'ni yog'ingarchilikning keskin kamayishi va buning natijasida esa mana shu cho'llanish va qurg'oqchilikning tobora avj olishi. Ikkinchi masala bu suv resurslarining keskin qisqarishi hamda ifloslanishi. Biz katta miqdorda suvlarni ifloslantirishga sababchi bo'lyapmiz bugun. Va qolaversa mana shu yer resurslarining, o'simlik va hayvonot dunyosining qisqarishi mana shu antropogen hamda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq mana shunday ekologik muammolar vujudga kelyapti. Yana bir muammo albatta bu chiqindi muammosi. Globalizatsiya jarayonida aholi qanchalik iqtisodiy rivojlanish bilan bir qatorda undan chiqadigan chiqindilar soni ham, miqdori ham oshib boradi tabiiy ravishda. Chunki biz qanchalik rivojlansa, biz bir martalik ishlaydigan mahsulotlardan ko'proq foydalanamiz. Mana so'nggi deylik 10-15 yil olaylik. Shu davr mobaynida ekologiyada qanday o'zgarish holatlari kuzatilyapti o'zi? Agar mintaqa darajada ko'radigan bo'lsak, iqlim o'zgarishlarini nimada ko'ramiz? Keyingi yillarda o'rtacha havo harorati 1 gradusni tashkil qilgan bo'lsa, boshqa mintaqalarda, Markaziy Osiyo mintaqasida, ayniqsa O'zbekistonda bu ko'rsatkich deyarli 2 barobar oshganligini ko'rishimiz mumkin. Joriy yilda ham qurg'oqchilikni o'zi
bo'layotganligi sezilyapti va buning natijasida esa mana shu yashillik maydonlarining tabiiy ravishda qurishi, ya'ni yaylovlarning degradatsiyasini tabiiy ravishda olib kelishiga bir sababchi bo'ladi. Shu sababli ham bugun mana shu O'zbekiston Markaziy Osiyosining eng bir zaif nuqtasida joylashganligi uchun ham bugun iqlim o'zgarishini boshqa davlatlarga nisbatan 2-3 barobar bizga demak ta'siri sezilyapti. Juda sezilyapti. Shamsiddin aka, mana siz ham ish yuzasidan yoki shunchaki insonlar bilan, fuqarolar bilan muloqotda bo'lasiz. Umuman mana shu iqlim o'zgarishi, ekologiyani bugungi holati O'zbekistonning kundalik hayotiga qanday ta'sir etyapti o'zi? Deylik, misol uchun odamlar befarqmi yoki ma'lumotga ega emasmi yoki shunchaki infratuzilma mavjud emasmi? Mana oldingi 5 yil, 10 yil oldingidan hozirgi vaziyatni solishtiradigan bo'lsak, atrof muhit muhofazasi bo'yicha aholimizni, jamiyatimiz faollarini munosabatini o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Avvallari masalan atrof muhitga tashqariga axlat yoki boshqa suvni ifloslantiradimi yoki birorta dam olish hududlarini ifloslantirishga oldin befarqroq bo'lgan, to'g'ri tan olish kerak. Hozirgi kunda bo'lsa, mana juda ham mana ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishimiz mumkin. Odamlarni o'zlari, misol uchun hech qanaqa bir davlat yoki hukumat aralashuvisiz ham o'zlari, jamoat faollari yo blogerlar yoki boshqa shaxslarni ham atrof muhitni ifloslantirmaslikka chaqiriqlari, ekologik madaniyati juda ham yaxshi yo'lda ketayotganini ko'rishimiz mumkin, kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari iqlim o'zgarishi bo'yicha bundan oldin savol berdingiz. Shunga qo'shimcha qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan paytida respublikamizni suv iste'moli 64 milliard metr kub yilliga tashkil qilgan. O'sha paytdagi aholimiz bo'lsa 20 million kishi atrofida fuqarolar bo'lgan O'zbekistonda. Hozirgi kunda bo'lsa O'zbekiston Respublikasi o'rtacha 50 milliard metr kub atrofida suv ishlatadi, lekin aholimiz 38 milliondan bugungi kunda ortdi. Kishi boshiga suv iste'moli o'sha paytda 3000 metr kubdan oshgan bo'lsa, hozirgi kunda 1400-1300 metr kubga yiliga tushganini ko'rishimiz mumkin. Boshqa tarafini ham ko'rsak, mana 50-60 yil avval mintaqamizda asosiy ekologik balansni saqlashga juda ham katta xizmat qilib turgan Orol dengizi, ya'ni dunyodagi eng yirik ko'llardan biri bo'lgan. Ushbu ko'l hozirgi kunda deyarli 80-90% ga qurgan. Shu dengizning o'rnida Orolqum sahrosini paydo bo'lishi ham bu mintaqamizdagi iqlim o'zgarishini, misol uchun hozir Islom aka ta'kidlab o'tgandek, boshqa mintaqalarga nisbatan tezroq bo'lishiga xizmat qilyapti. Albatta, Orol masalasi bo'yicha yana to'xtalamiz batafsilroq. Mana yaqinda o'qib qoldim bir maqolani. So'nggi 150 yil ichida meteorologlarning tahliliga ko'ra O'zbekistonda may oyida anomal jazirama kuzatilayotgan ekan. Ekspertlarning fikricha, yil sayin bu ko'rsatkich 1 yo 2 daraja oshib boraverar ekan. Bu holat ertaga qanday tahdidlarni keltirib chiqarish mumkin? Inson agar organizmini ko'radigan bo'lsak, uni harorati masalan 43 yo 44 gradus Selsiy shkalasida ko'tarishi mumkin. Agar o'shani inobatga olgan holda yer sharini ham organizm qabul qilish kerak. Siz aytayotgandek o'rtacha havo harorati 3 gradusdan oshadigan bo'lsa, o'rtacha yoz mavsumlarida harorat 50 gradus, 60 gradusgacha tashkil qiladi. Bundan nima bo'ladi? Albatta insonlar, hattoki tirik organizm qatori inson ham, ruh ham jabr ko'radi. Albatta do'stimiz aytgandek moslashish mexanizmlari bor albatta. Bugun bu anomal holat deb qabul qiladigan, ertaga doimiy davriy ravishda bo'ladigan bir hodisa bo'lishi mumkin. Hozir biz iqlim o'zgarishlari turli ssenariylarni ishlab chiqqanmiz. Demak, 2 gradus ko'paysa nima bo'ladi, 3 gradus ko'paytirsa bo'ladi, 4 gradusga oshsa nima bo'ladi. O'shanga qarab moslashish strategiyasi amalga oshirilyapti bugun. Butun boshli bir yil uchun davlat dasturi qabul qilindi. Oradan salkam yarim yil ham o'tib boryapti. Konseptual ravishda nima o'zgaradi va nima o'zgaryapti? 2030-yilgacha O'zbekiston rivojlanish strategiyasi 2023-yilda qabul qilingan edi. Ushbu strategiyaning ijrosini 25-yil, ya'ni atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi loyihasi ishlab chiqilib, mana salkam 2 hafta umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Jamoatchilik faollari, befarq bo'lmagan fuqarolar takliflari asosida davlat dasturi qayta ishlab chiqilgan holda tasdiqlandi davlatimiz rahbari tomonidan. Ushbu davlat dasturi 5 ta yo'nalishni qamrab oladi. Shundan bittasi atrof muhitni asrash va suv resurslarini tejash yo'nalishi. Ya'ni har yilgi davlat dasturlaridan farqi, siz aytgandek, jamoatchiligimizni, aholimizni atrof muhitni asrash
jarayoniga kengroq jalb qilish asosiy alohida maqsad qilib olingan. Bunga mana 1 million yashil oila tashabbusi loyihasi ko'zda tutilgan. Jamoatchilik faollarini, fuqarolarni, oila, mahallalar va tadbirkorlik subyektlarini atrof muhitni asrashga jalb qilinadi va ushbu jarayon rag'batlantiriladi davlat tomonidan. Misol uchun tabiiy resurslarni tejagan, sog'lom turmush tarziga amal qilgan fuqarolarga yashil fuqaro maqomi beriladi. Ushbu maqomga erishgan oilalarga yashil oila maqomi beriladi. Mahallaning 50% oilalari yashil oilaga aylangan mahallalarga yashil maqom beriladi. Bu maqom qandaydir bir rag'batlantirish choralarini inobatga oladimi? Albatta, yashil fuqaro maqomini olgan fuqarolarga davlat xizmatlari ko'rsatishda misol uchun to'lovlar kamaytirilgan holda bo'ladi. Davlatga tegishli bo'lgan banklarda imtiyozli kreditlar rasmiylashtirish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, mana yashil oilalar o'rtasida har yili 14 ta elektromobil lotereya sifatida o'ynaladi. Yashil mahallalar o'rtasida esa bir yilda Ekologiya vazirligining jamg'armasidan ajratilgan 500 million so'mlik mablag' lotereya sifatida o'ynaladi. Ushbu mablag' mahallada chiqindi yig'ish shoxobchasini qurish yoki yashil bog' barpo qilish kabi loyihalarga yo'naltiriladi. Yashil oila maqomiga erishish uchun oiladan nima talab qilinadi? Nima ish qilish kerak? Yashil oilaga erishishdan oldin yashil fuqaroga erishish kerak. Barcha voyaga yetgan fuqarolari yashil fuqaroga aylangan oilaga yashil oila maqomi beriladi. Fuqaroga bo'lsa, mana tabiiy resurslarni gaz yoki suv, elektr energiya resurslarini tejab foydalangan fuqarolar. Bundan tashqari buni qanday isbotlaydi fuqarolar? Tejagan aniq bir mezonlar ishlab chiqilgan bugungi kunda. Misol uchun hozir tomoshabinlarga qiziqdi shu narsa qanday bo'lishi. Buni rag'batlantirish mexanizmi. Albatta har qanday mexanizmni joriy etish uchun rag'bat mexanizmi bo'lmasa, u o'z samarasini bermaydi. Avvalambor aniqlash mexanizmi, bu yerda shaffof, ochiq bo'lish kerak bu baholash mexanizmi va uni rag'batlantirish mexanizmi aniq bo'lish kerak. Joriy yilni mana kirib kelish munosabati bilan davlat rahbari xalqimizga yangi yil munosabati bilan tabrikida bir so'zni aytgandilar. Biz bejizga bu yilni bunday nomlamadik. Bundan asosiy maqsad inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarning yaxlit tizimini yaratishdan iboratdir degan birgina jumlasi, demak minglab mana shu vazifalarni amalga oshirishga bir asosiy bir turtki bo'ladi. Endi ekologik madaniyat haqida gap ketyapti. Haqiqatan ham ekologik madaniyati, iste'mol madaniyatini yuqori darajada deb bo'lmaydi, albatta buni tan olishimiz kerak. Chunki birgina Toshkent shahrining o'zida demak kuniga 3 tonna, 4 tonna nonni chiqindixonalardan yig'ilayotganligi bu haqida ko'plab masalalarda o'ylab ko'rishimizga to'g'ri keladi. Yoki oziq-ovqat mahsulotlari, daladan yetishtirilgan oziq-ovqatni demak mana shu iste'mol jarayoniga yetib kelishda va uni saqlashda, qadoqlash jarayonlarida salkam 50% isrof bo'ladi. Mana kuni kecha misol keltiramiz, 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotni yuksaltirish bo'yicha prezidentimizdan qaror qabul qilindi. Qaror bilan mamlakatda mana shu yashil iste'mol madaniyatini rivojlantirish uchun konsepsiya va hamda yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Mana shu yo'l xaritalarida mana shu yuqorida aytilgan barcha rag'batlantirish mexanizmlari o'zini aksini topgan. Bugungi kunda ekologik madaniyatimiz xalqimizda. Bu tarix kabi ko'hna. Ota-bobolarimiz azaldan aytib keladi, suvga tupurma, suvga qarab supurma deb doimo aytib keladi. Suvda bir hisob qilma, daraxtni sindirma, jonivorga ozor berma degan tarixiy bizda bir mana shunday madaniyatlarimiz bor. Birgina suvni resursini oladigan bo'lsak, bitta jumrak ochib qolsa qancha suv yo'qotamiz. Vaholanki bugungi kunda oldingidek suv resursiga ega emasmiz endi. Chorvoq suv omborini ko'ring, qanchalik suv kamligini. Boshqa suv obyektlarini ko'ring, suv yetarli emas. Samarali tabiiy resursdan foydalanmasak, biz albatta ertaga oziq-ovqat xavfsizligimizni va boshqa xavfsizligimizni ta'minlay olmaymiz. Mana hozir suv resurslari haqida gapirdingiz. O'sha davlat dasturining asosiy ajralmas yana bir qismlaridan biri bu bevosita bugungi kunda ekologik fojia desa ham bo'ladi, Orol masalasi. O'zi Orol masalasi bugun nima bo'lyapti? Uni qayta tiklanishiga qandaydir bir umid bormi? Bu bo'yicha qanday ishlar qilinyapti? Aynan dastur doirasida va umuman qurigan dengiz tubida monitoring olib borgan ekolog sifatida aytishim kerak. Bugungi kunda mana shu 7 million gektar yerda ikkita daryo, Amudaryo, Sirdaryodan shakllangan Orol dengizi haqiqatan ham mavjlanib turgan. Bu yerda 70 ga xilga yaqin baliq resurslari mana shu 60-yilgacha rivojlanib, u dengizdan minglab tonnalab baliq ovlangan.
Bugun necha foiz qurib qolgan Orol dengizi? Bugungi kunda mana shu Orol dengizining demak qurigan tubi ikkiga bo'linib qolgan. Bir qismi g'arbiy qismi O'zbekistonda va mana shu shimoliy qismi demak Qozog'iston hududiga to'g'ri keladi. Demak salkam 800 ming gektar yer O'zbekiston hududida, ya'ni katta Orol deymiz va kichik qismi demak Sirdaryo tomonidan borib quyiladigan qismi esa kichik Orol. Bu oldida damba qilingan va Sirdaryo daryosidan suv quyilishi hisobiga nisbatan shirin va demak ehtiyotxona resurslari rivojlanishga imkoniyat bor. Lekin bizni demak qismimizda qolgan dengizga demak Amudaryo suvlar yetib bormaydi va natijada bugungi kunda deyarli o'lik dengizga aylandi. Lekin asosiy maqsad nimadan iborat? Orol dengizini qurigan bugungi kunda o'sha hududni yashillashtirish masalasida gap ketyapti. Keyingi 4 yilda mana shu Orolni qurigan tubini salkam 2 million 100 gektar yerda saksovul va sho'rga chidamli o'simliklarni ekishga biz muvaffaq bo'ldik. Har yili bahor kuzgi mavsumda bu jarayonlar amalga oshiriladi. Bu yil ham davlat dasturida ushbu hududdan salkam 200 ming gektar yerda mana shu o'rmonlashtirish ishlari, saksovul ekish. Voyaga yetgan birgina saksovul atrofida 80 tonnagacha qum changni ushlab qoladi. Prezidentimiz bundan birinchi lavozimga tushgan jarayonlarda bir statistik ma'lumotni ochiqlab aytgandilar. Yiliga 10 ming aholida onkologik kasallar skrining bilan aniqlanyapti. Bugungi kunda bu raqam 2 barobarga oshdi. Biz eshitdik 20 ming sonni bu statistikada deb o'ylaymiz. Lekin Xudo ko'rsatmasin, oilamizda bironta yaqinimiz agar o'sha onkologik kasallikka duchor bo'lsa, biz doimo buni fojia deb qabul qilamiz. Shuning uchun doimo har bir fuqaro mana shu daraxtga ozor bermasa, yashillikni ko'paytirishga o'zini hissasini qo'ysa, hech bo'lmasa chiqindidan tashlaydigan shu ko'chada ketayotgan yoshlarga bo'ladimi, o'sha insonga nisbatan tanbeh bersa, u o'zini funksiyasini, missiyasini bajargan bo'ladi va mana shu tabiatga o'zini hissasini qo'shgan bo'ladi. Asosiysi, mening fikrimcha, mana shu yerda daxldorlik hissi bo'lishi kerak har bir insonda, atrof muhitiga, oilasiga, umuman yashab turgan vataniga. Shamsiddin aka, mana hozir yuqorida suv resurslari haqida biroz qisqacha ma'lumot berib o'tildi. Suv resurslarining bugungi holati qay ahvolda? Qurg'oqchilik tahdidi qanchalik jiddiy va umuman hukumat ana shu suv yetishmovchiligi muammosini qanday hal qilish niyatida, qanday rejalar bor yoki qilinyapti? Suv resurslarini qisqarishi bu bor, ya'ni tahdid. Asosiy suv resurslari tog'lardan, Tianshan va Pomir tog'larida muzliklarning erishi natijasida va yillik yog'ingarchilik miqdoriga bog'liq bo'lgan holda shakllanadi daryolarimiz. Ushbu suv resurslarini kamayishi, ya'ni 2030-yilgacha, 2050-yilgacha yana ham qisqarib boradi. Prognozlarga qaraganda 2050-yilga borib yana 15% ga qisqaradi. Ya'ni O'zbekistonda hozirgi kunda nisbatan yillik suv taqchilligi 7 milliard metr kubga yetishi ehtimoli mavjud. Aholimiz o'sib boraveradi, iqtisodiyot kengayib boradi. Ya'ni iqtisodiyot o'sgani sari suvga bo'lgan talab ham ortib boradi, lekin suv resurslari qisqarib boradi. Hukumatimiz ya'ni suv resurslarini tejash bo'yicha alohida chora-tadbirlar belgilagan. Mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasida ham, davlat dasturida ham ko'rsatkichlar belgilangan. Ya'ni asosiy yo'nalishimiz, ya'ni bizda suv resurslarimiz 90% qishloq xo'jaligida foydalaniladi. 10% mana kommunal sohada, ichimlik suvi va sanoat va boshqa iqtisodiyot tarmoqlarida foydalaniladi. Birinchi o'rinda suv tejovchi texnologiyalariga o'tish asosiy maqsad qilib olingan. Ya'ni 2030-yilgacha butun respublikamizda 4,3 million gektar sug'oriladigan yer maydonlari mavjud. Ushbu maydonlarning 50%ni suv tejovchi texnologiyalarga o'tkazish, ya'ni tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish va boshqa suv tejovchi texnologiyalarga o'tish. Hozir bu vazifalar taxminan necha foizga bajarilgan? Hozirgi kunda oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 1 million 900 ming gektar atrofida yer maydonlari suv tejovchi texnologiyaga o'tkazilgan. Umuman respublikamizda asosiy sug'orish tarmoqlari Sovet davrida barpo qilingan, ushbu eskirgan, ya'ni suv resurslarini yetib borish koeffitsiyenti past bo'lib xizmat qiladi, ya'ni tuproq o'zanli kanallar tashkil qiladi. Ushbu kanallarni ham betonlashtirish yoki boshqa qoplamaga o'tkazish orqali ularni foydali ish koeffitsiyentini oshirish maqsad qilib olingan. Ya'ni asosiy ikkita yo'nalish: dalalarda suv tejovchi texnologiyalarga o'tish
sug'orish dehqon fermer xo'jaliklarini ushbu yo'nalishda rag'batlantirish ishlari ham amalga oshirilyapti. Ikkinchi tarmoq bo'lsa, shu sug'orish tarmoqlarini modernizatsiya qilish orqali suv resurslarini tejash. Oldin 2020-yilda olingan suvni 63%igina iste'molga yetib borgan. Ushbu nimani 2030-yilgacha 73%ga chiqarish reja qilib olingan. Mana hozir shunda istiqbolli yaxshi rejalar haqida gapirdingiz, lekin ularni amalda, qog'ozda emas, balki amalda bajarilishini monitoringi qanday amalga oshiriladi? Endi bilasizmi, qog'ozda emas, amalda deymiz. Biz o'zi mamlakatimiz bo'yicha necha gektarda sug'orma dehqonchilik amalga oshiramiz. Borig'i 2 million gektar yerda dehqonchilik qilamiz. Jami 4 million demak yerimiz bo'ladigan bo'lsa, dehqonchilik qiladigan yerga 1 million gektarga paxta, 1 million gektarga g'alla ekamiz. Bostirma sug'orishdan butunlay voz kechish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Agar biz Isroil amaliyotini ko'radigan bo'lsak, ular salkam 350 ming gektar yerda dehqonchilik qiladi. Biz 2 million gektarga dehqonchilik qilamiz. Suvga chidamli va rentabelli o'simliklarga biz o'tishimiz kerak. Paxtani agar qisqartiradigan bo'lsa, paxtani qisqartirishimiz kerak. O'zi paxta dallari ham anchagina qisqartirilgan. Qisqardi. Mana bu bugungi kunda siyosat shuni taqozo qiladi. Biz xohlaymizmi yo'qmi? 100% ekinlarimizda endi bostirma sug'orishni demak voz kechishimizga to'g'ri keladi. Mana shundagina biz bu ekologik muammoni 100% kafolatlariga erishamiz. Chunki biz nafaqat qishloq xo'jaligi, yuqorida aytganda sanoatga suv kerak. Mana birgina suv omborini ko'radigan bo'lsak, mana 7 milliard suvni biz iqtisod qilishimiz kerak deyaptilar. Chorvoq suv ombori bugungi kunda 2 milliard. Demak, 3 ta chorvoq hajmdagi suvni biz o'shancha suv bizga yetmaydi. Savolingizdan kelib chiqamiz, qog'ozda emas. Bu amalda bo'lishi kerakligini. Endi bu bostirma sug'orishda bu amalda ko'rishingiz mumkin. To'g'ri, bir vaqtlar bo'lardi. Oqizib qo'yadi, kollektorga suv tushayotadi, sug'orma suv. Endi biz kerak bo'lsa, kollektorda suvni tozalagan holda ikkilamchi yerni sho'rlanishini oldini olish uchun quyosh energiyasidan energiya olib, uni tozalab, hattoki ichimlik suv yoki mana shu dehqonchilik ishlatadigan suvni qilishimiz kerak. Endi ekologik muammolar juda ko'p, albatta. Sanoat korxonalarida to'xtalmoqchiman. Bu ham bo'lsa, o'ta mana yuqorida aytilgan kasalliklarning asosiy sababchisi kanserogen moddalarni tashlaydigan sanoat korxonalari. Bugun mamlakatimiz industriya darajasida rivojlanyapti-da. Qo'ziqorinda ko'payapti. Chunki mana birgina sement zavodlar, bir vaqtlar 2 ta 3 ta sement zavodi bo'lgan bo'lsa, bugun 50 ga yaqin sement zavodlari bor. Eng achinarlisi shahar hududlarida, aholi punktlarida qolib ketganligi, ruxsat berilganligi ham bu achinarli holat. Albatta bu xalqimizda haqli e'tirozlarni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun ham davlat dasturida bosqichma-bosqich amaldagi faoliyat olib borgan mana shunday korxonalarni chiqarish masalasi qo'yilgan. Bugungi kunda vazirlik tomonidan mana shu ishlar amalga oshirilyapti. Qolaversa, yangi loyihalarni bu bo'yicha ana shunday loyihalarni amalga oshirishni taqiqlash bo'yicha bir mexanizm qo'yilganda, bu mexanizm ham joriy etildi. Ya'ni davlat ekologik ekspertizasi loyihalarini ishlab chiqishda ana shunday korxonalarga xulosa bermaslik bo'yicha bir mexanizm ham ishlab chiqildi. Qolaversa, tadbirkorlarimizga tushunarli qilish uchun faoliyatini boshlashdan oldin albatta ekspertizadan o'tish kerak. Bu qonun bilan belgilangan, ekspertizani o'tkazish majburiy. Mana shu bugungi yangi mexanizm orqali, ya'ni xalqaro talablarga javob beradigan mexanizm orqali o'tayotgan bu jarayon albatta o'tish kerak. Mana vazirlik tomonidan 19-21 iyun kunlari o'zi Expo markazida, demak, Eko Expo ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Xalqaro darajada o'tadigan tadbir. Vazirlikning saytida biz e'lon berganmiz. Buning umumiy sovrini 1 milliard so'mni tashkil qiladi. Har qanday startap loyihani boshlanishiga ana shunday mablag'lar o'zini bir ko'magini berishi mumkin. Mana Shamsiddin aka hozir Islom aka yashil iqtisodiyot rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan qismiga o'tdilar. Shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Hozir startaplar haqida gapirdilar. Umuman yana qanday yashil startap loyihalar amalga oshirilyapti davlat doirasida? Insonning har qanday faoliyati atrof muhitga ta'sir ko'rsatadi. U xoh ijobiy bo'lsin, xoh salbiy bo'lsin. Masalan, qurilish bo'ladimi yoki birorta loyihani amalga oshirilishimi,
Shu jarayonni, ya'ni atrof muhitga ta'sirini kamaytirish maqsadida har bitta loyiha yashil komponentlarni nazarda tutish davlat dasturida majburiy qilib belgilab qo'yildi. Ya'ni 2025-yildan boshlab har qanaqa amalga oshiriladigan loyihani 25% qismi yashil komponent bo'lishi majburiy bo'ldi. Keyingi yillardan boshlab bu oshib boraveradi, 30% va 2030-yilga borib 50%. Har qanday loyihani 50% yashil komponentga ajragan bo'lishi kerak. Bu nima yashil komponent o'zi? Masalan, atrof muhitni himoya qilish mumkin, ko'cha tekish bo'lishi mumkin yoki sanoat korxonasi bo'ladigan bo'lsa, suvni tozalash inshooti bo'lishi mumkin, lokal suv tozalash inshooti yoki yana boshqa sanoat korxonasi bo'lsa, changas tozalash uskunasi qurilishi mumkin yoki boshqa butun atrof muhitni himoyasi bo'yicha har qanaqa u uy-joy qurilishimi, sanoat korxonasimi, boshqa loyihami, shu loyihani majburiy, ya'ni 25% dan 2030-yilgacha 50% qismi yashil komponent qilib belgilanish majburiy qilib belgilandi. Bundan tashqari yana davlat dasturi asosiy qismi atrof muhitni muhofaza qilish, davlat tomonidan rag'batlantirishga qaratilgan yana bitta yo'nalish ekologik sug'urtalash. Ya'ni bu yildan boshlab, ya'ni ekologik sug'urtalash to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Qaysidir sanoat korxonasi yoki tadbirkorlik subyektini faoliyati natijasida atrof muhit zarar ko'ryapti, ifloslanyapti. Tadbirkorlik subyektini birorta faoliyati natijasida yoki uni biror bir xatoligi natijasida tabiat zarar ko'radigan bo'lsa, ushbu tadbirkorlik subyektini o'zi ko'proq javobgarlikka tortiladi ushbu qonun. Ana shu xususiy sektorni, ekologiyani asrash, atrof muhitni himoyalashdagi yana qanday hissasi qo'shilishi mumkin? Yana qaysi yo'llar orqali? Fuqarolar to'g'risida gapirdik. 1 million yashil oila umumiy dasturi doirasida, ya'ni yashil tadbirkor loyihasi ham amalga oshiriladi. Bunda ham sanoat korxonasini masalan resurslarini tejaganligi, sanoat korxonasi atrofida yashil belbog' barpo qilganligi va boshqa yo'nalishlar bo'yicha uni yashil tadbirkor maqomi berilib, ushbu tadbirkorlarni ham rag'batlantiriladi, ya'ni kreditlar, soliq imtiyozlari berilish nazarda tutilgan. Bu jarayonni tashkil qilish maqsadida Ekologiya vazirligi tomonidan 1-sentyabrdan boshlab maxsus platforma ishga tushadi. Kriteriyalar belgilab berilyapti, hujjat loyihasi ishlab chiqilyapti bu bo'yicha va bu tegishli davlat idoralarini boshqa platformalar bilan integratsiya qilgan holda amalga oshiriladi. Keling, mana hozir suhbatimiz davomida mahallalardagi real ekologik ahvolga to'xtalsak hozir, chunki davlat dasturi haqida suhbatlashyapmiz. Uning asosiy qismlaridan biri bu yashillashtirishga qaratilgan. Bugungi kunda o'sha mahallalarda ekologik qiyofasi qanday? Bu o'sha olis qishloqlarga ham taalluqlimi? Bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Yashil makon umumiy loyihasi doirasida mana bu yil ham 200 million tub ko'chat ekiladi. Bugungi kunga qadar mana bahor mavsumida 135 million tub ko'chatlar ekildi. Bu loyiha doirasida yana bitta maqsad reja qilingan, ya'ni yashil bog'lar barpo qilish mahallalarda. Bu yil boshida mana e'lon berilgan, yashil mahallalarda yashil bog'lar tashkil qilish bo'yicha 700 dan ortiq loyihalar saralab olindi. Ochiq byudjet portali orqali ovoz berishga qo'yilgan. Ovoz olgan 257 ta loyiha tanlab olinadi va bu yil davomida, yil yakuniga qadar shu mahallalarda 257 ta yashil bog'lar barpo qilinadi. Bundan tashqari 32 ta shaharda soyali sayr ko'chalar barpo qilinadi. Bu ham mahallalarda, ya'ni xiyobonga o'xshagan. Shunday aholiga sayr qilish imkoniyatini beruvchi va soyali ko'chalar tashkil qilinadi. 32 ta shaharda 64 ta nazarda tutilgan. Hozir qandaydir qismi bajarildi shu ishlar? Bu bo'yicha ham loyihalar tanlab olinib, hozirgi kunda loyihalash ishlari amalga oshirilyapti. Bundan tashqari, ya'ni oldin ko'chat ekilgandan keyin uni parvarishlash qismiga ko'proq e'tibor berilmagan. Mana tan olib aytishimiz kerak buni. Hozirgi kunda bo'lsa, buni har bitta ekilgan ko'chat uchun mas'ul biriktiriladi va uni sug'orish tizimi tashkil qilingandan keyingina u ko'chat ekilgan hisoblanadi. 2021-yilda yashil makon loyihasi, umumiy loyihasi amalga oshirish boshlangan bo'lsa, hozirgi kunda ko'pchilikdan e'tiroz bo'ladi. Mana yashil makonda har yil 200 million ko'chat ekilsa, ko'chat qani sezilmayapti, mana chang bo'ron bo'ldi, boshqa degan fikrlar bildiriladi. Bu ko'chat voyaga yetish muddati bor, boshqa. Bundan tashqari 10 yil, mana 10 yildan keyin uni bir nimasini, effektini sezish mumkin. Oldingi yillarda ko'chat ekilgandan keyin u hisobga olib ketilavergan. Yangi tartibga ko'ra u ko'chatga sug'orish tizimi barpo qilinib, mas'ul, ya'ni uni ertaga qurib qoladigan bo'lsa, u daraxtga javob beradigan mas'ul odam biriktirilgandan keyingina ushbu ko'chat haqiqatan ekildi deb nimaga yoziladi. Daraxt ekish kompaniyalari haqida gapirildi. Butun boshli bir davlat daraxt ekish kompaniyalarini o'tkazib, ana shu masalada bosh qotirayotgan bir paytda daraxt muammosi haligacha shu dolzarbligicha qolmoqda. Qancha moratoriy e'lon qilingan bo'lsa ham, bu holat shaharlarda, hududlarda haligacha kuzatilyapti. Balkim o'sha jazo turini qandaydir bir kuchaytirish kerakmi? Parlamentdagi faoliyatim davomida
biz deputatlar doimo jarima sanksiyasini oshirish masalasidagi Bu ham cho'chitayotgani yo'q odamlar. Jarima bo'lsa ham. jarima agar oshiriladigan bo'lsak, har qanday normativ hujjat bilasiz, jamoatchilik demak muhokamasidan o'tadigan hujjat hisoblanadi. Uni qo'yadigan bo'lsak, albatta birinchida mana shu aholining e'tirozi, xalq e'tirozi keltirib chiqaradi. Ikkita usul, yo jazolash kerak yoki tarbiya berish kerak. Ikkalasini agar biz hamohang olib bormasak, biz o'zimizda natijaga erisha olmaymiz. Bugungi kunda mana shu siyosat amalga oshirilyapti. Kezi kelganda sanksiyalar oshildi. Mana kuni kecha ham ataylab qasddan daraxt kesish yangi huquqbuzarlik sifatida kiritildi va unga sanksiya belgilandi. Juda katta. Hozir bugungi kunda jarimadan tashqari u huquqbuzar tabiatga keltirilgan zararni ham to'laydi. Uni mablag'i salkam 100 million so'mni tashkil qiladi. Huquqbuzar nima qiladi? Daraxtingni aylanib o'tadi, o'ylab ko'radi, shu kessam bo'ladimi, yo'qmi deganda. Lekin afsuski, bugungi kunda ham davom etyapti. Hatto ko'p yillik daraxtlar, misol uchun, qurib qoldi degan vaji bilan kesib tashalyapti. Balki uni ahamiyatini yanada bir tushuntirib berilmayotgandirmiz xalqimizga. Yashil oila umummilliy harakatini rivojlantirish bu bir yil emas, balki uzoq davom etadigan bir jarayon. Agar 1 million oilada o'rtacha qancha odam yashaydi? 3 ta 4 ta bo'ladigan bo'lsa, bu 4 million, 5 milliongacha demak insonni yashil demak oila maqomini beryapmiz. Uni maqomini olgan har bir bola ham erta maktabga boradimi, bog'chaga boradimi, uni asosiy belgisi bo'ladi. U faxrlanib mana shu jamiyatda o'zini ko'rsata oladi. Ana shundan 4 million aholi keyingi aholiga o'rgatadi buni. Mana shu ekologik madaniyatni shakllantirishda mana shu bejizga bu davlat dasturi umumxalq bir harakati sifatida rivojlanish maqsadlarini o'rtaga qo'yadi. O'zi mana maktablarda, oliy ta'lim muassasalarida mana shunaqa ekologik madaniyatni, ekologik odatlarni shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan qandaydir bir maxsus fanlar kiritilganmi yoki endi kiritilish rejalari bormi? Amaldagi qonunchiligimizda ekologik fanlarni o'qitish majburiyati tabiat muhofaza qilish to'g'risida qonunimiz bor, unda belgilangan. Lekin menga afsuski ochiq aytish kerak, bugungi kunda bu fanga alohida urg'u berilmayapti. Keyingi yillarda ochiq aytishimiz kerak. Shuning uchun ham mana shu prezidentimizning mazkur qarorlarida ekologik ta'lim-tarbiyani rivojlanishi bo'yicha alohida bob kiritildi, alohida vazifalar belgilangan. Albatta bu ta'lim standartlari qayta ko'rilib chiqilib, mana shu ekologik fan boshqa fanlar ichida emas, balki u alohida bir fan sifatida endi maktab ta'limigacha tortib, demak hayotning barcha bosqichlarida, hattoki nafaqat oliy ta'limda va hattoki ishlab chiqarish jarayonlarida ham ekologik madaniyat, ya'ni menga o'xshagan yoshi katta insonni ham kerak bo'lsa, mana shu ekologik madaniyatni takomillashtirishga biz mana shu davlat dasturi bilan tasdiqlanadigan vazifalar ta'lim-tarbiya bilan rivojlanadi. Mana shu ekologik madaniyatlarni turi sifatida aytaylik, chiqindi yuqorida aytdingiz, chiqindilarni saralash ko'nikmasi. Bizni xalqimizda balkim bu ko'nikma kimdirda bor, kimdirda esa yo'q. Asosiy muammo nimada deb o'ylaysiz? Bu balkim chiqindilarni saralash mexanizmi yo'lga qo'yilmaganlikdami yoki bilim darajasi yetishmaslikdami yoki befarqlikdami? Nima muammo bo'lishi mumkin? Yoki deylik, o'sha ba'zi bir aholi qatlamlarini bilaman, ular o'sha chiqindilarni alohida saralaydi, lekin borib o'sha chiqindixonaga borganda uni tashlash uchun alohida qutilar bo'lmaydi. Bo'lsa ham baribir oxir oqibat bu barcha chiqindilar bir poligonga borib tashlanadi. Nima muammo? Sabab nimada? Nega unaqa bo'lyapti? Bu yilgi davlat dasturimizda ham chiqindi qayta yuklash stansiyalari qurish nazarda tutiladi. Ya'ni bu chiqindilarni siz aytgandek saralash, ya'ni qayta ishlanadigan chiqindilar alohida, qayta ishlamaydigan chiqindilarni alohida bo'lgan holda taqsimot punktlari quriladi. Ya'ni bu katta-katta shaharlarda, xususan Toshkent shahrida ham bu yilda qurish rejalashtirilgan. Aholi tomonidan bo'linmasligi, misol uchun uni xuddi siz aytgandek hozir ko'p joyga qo'yilgan. Mana buni ijtimoiy tarmoqlardagi roliklarda ham ko'rish mumkin. Ya'ni qayta ishlanadigan chiqindilar, qayta ishlamaydigan chiqindilar qilib bo'linganda, u nimalar urnalar o'rnatilganda, lekin uni ertaga kelgan holda chiqindi yuklash olib ketish maxsus texnika kelib, bitta texnikaga solib ketganlar videolarni ham misol ko'rishingiz mumkin. Bu bo'yicha ham mana saralangan chiqindilar alohida qopchalar berish ko'zda tutilyapti. Ya'ni aholini chiqindini chiqarib oladigan paytida qayta ishlanadigan chiqindini
alohida qopga solishi va qayta ishlanmagan chiqindini alohida qopga solgan holda buni olib chiqib ketish rejalashtirilgan. Tajriba tarzida bir ikkita mahallalarda ham shunday punktlar o'rnatilgan. Ular natija beryaptimi? Chiqindi masalasi haqiqatan ham juda katta muammo. Chunki bu har bir oilada o'rtacha jon boshiga bir vaqtlar 1 kilogramm chiqadigan bo'lsa, bugungi kunda salkam 2,5-3 kilogrammga yetib boryapti. Yuqorida aytganimizdek, qanchalik rivojlanish bilan chiqindi chiqishi ham ko'payib boradi. Uni qayta ishlash yana muammoga aylanib boraveradi. Chiqindilarni boshqarish bo'yicha bir yaxlit tizim ishlab chiqilgan. Bugungi kunda oldingi tizim bu kommunal xizmat sifatida qaralganda, endi yangi yaxlit tizim bu xizmatlarni ko'rsatish endi xususiy sektorga o'tdi. Davlat unga subsidiya beryapti, kreditlar beryapti va uni xizmatini ko'rsatyapti. Biz endi bozor munosabatlarini shunday rivojlantirayotganmiz. Masalan, vodiy hududida aholi ko'p, o'zi qoplash jarayonlari ham bo'lyapti. Lekin ayrim aholi siyrak joylarda albatta o'zini samarasini bermayapti bu tizim ham. Aholini ekologik madaniyatini bu borada yanada rivojlantirmasak, albatta bu o'zini samarasini bermaydi. Aholi saralab olib chiqish kerak. Saralab olib chiqish uchun buning uchun sharoit yaratishimiz kerak. Lekin eng achinarli holati mana xiyobonlarda yurasiz, chiqindilarni noo'rin joylarga tashlab ketganiga, belgilanmagan joylarga tashlab ketgan holatini ko'rib achinasizda. Vaholanki hukumat qancha katta mablag'larni ajratib, har joyda demak chiqindixonalarni o'rnalarni o'rnatib qo'ygan. Lekin biz uyalmasligimiz kerak. Bitta chiqindini ko'rdikmi, masalan, meni o'zimda endi anaviga emas, nokamtarlikka uyamang. Kuni kecha bo'lgan voqeani aytaman-da, hayotiy voqea. Mahallada ketyapman, yosh oila tamakisini yerga tashladi. Kenglik joy, hamma joy toza. Koyish, tartibga solish men uchun to'g'ri kelmadi, lekin yonida bordim-da, uni olib yonda turgan demak o'rniga tashladim. O'ziga ko'rsatgan. Lekin o'zi uni ayoli keyin unga tanbeh berdi. Biz agar shunday holatda bir-birimizni mana shunday chaqirmasak, o'zimizni munosabatini bildirsakkina biz oxirgi natijaga erishishimiz mumkin. To'g'ri aytasiz. Ayniqsa, mana eng achinarlisi ko'chalarda aytyapsiz, urnalar o'rnatilgan. O'shalar urnalar ham ma'lum bir chiqindiga alohida qilib ajratilgan. Plastik, qog'oz, shisha idishlar o'sha alohida. Lekin chiqindiga qarasangiz, hammasi aralashgan holda tashalgan bo'ladi. Bu ham bir madaniyatning eng past darajasini namoyon etadi. Hukumat ham endi har qadamiga o'rna qo'ya olmaydi albatta. O'zini me'yori bor, o'shani qo'yib chiqadi. Lekin bu o'rna yo'qligi menga vakolat bermaydi o'sha yerga tashlashimizga. Beruniy bobomiz bundan 1000 yil oldin aytgan ekanlar-da. Agar tabiatga zulm o'tkazsak, tabiat shunchalik qasdini oladiki, bunda hech qanday kuch uni qaytara olmaydi deganda, bu nima ma'lum bildiradi? Bugun mana shu chang bo'ronni qaytarish insoniyat imkoniga egami? Yoki zilzilalar bo'lyapti. Qanchadan qancha aholi bevaqt hayotdan ko'z yumyapti. Biz uni jilolash imkoniyatiga egamizmi? Albatta yo'q. Mana shuning uchun ham biz tabiatga ziyon keltirmasligimiz kerak. Islom aka, Shamsiddin aka, suhbat uchun katta rahmat. Bizga podkast uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamizki, tomoshabinlar o'zi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldi. Ochiq va foydali suhbat uchun yana bir bor rahmat. Biz bilan podkastni tomosha qilishda davom eting va sizni qiziqtirgan savollar yoki takliflaringiz bo'lsa, ekraningizda ko'rsatilgan yoki quyida ko'rsatilgan havola orqali bildirishingiz mumkin va biz albatta keyingi sonlarda ularni o'qib eshittiramiz. Yashil suhbat podkastini tomosha qiling va unutmang, tabiat kompyuter singari qayta yuklanmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.